3-dekabr Xalqaro nogironlar kuni. Bugun 3-dekabr Xalqaro nogironlar kuni munosabati bilan jamiyatimizda mehr-e'tibor va insonparvarlik tuyg'ulari yanada yuksaladi. Ushbu sana bizni nogironligi bo'lgan yurtdoshlarimizga ko'proq e'tibor qaratish, ularning hayotda faol bo'lishi, bilim olishi, mehnat qilishi va jamiyatda munosib o'rin egallashi uchun qulay sharoitlar yaratishga undaydi. Nogironligi bo'lgan insonlar bizning teng huquqli hamjamiyatimiz a'zolari. Ularning hayotga bo'lgan intilishi, kuchli irodasi, jasorati va sabr-bardoshi barchamizga ibrat bo'ladi. Ularni qo'llab-quvvatlash, imkoniyat yaratish, mehr va e'tibor ko'rsatish barchamizning insoniy burchimizdir. Keling, bugun nafaqat ularni tabriklaylik, balki kundalik hayotimizda ham ularning qulay yashashi uchun hissa qo'shishni, qo'llab-quvvatlashni va mehr berishni unutmaylik. Har bir inson e'tiborga loyiq, mehr esa jamiyatimizni yanada birlashtiradi. Sharhlovchi Zardor tuman axborot kutubxona markazi xodimi Ozoda Musayeva.